Emiziklik onalarni yig'latmang, emiziklik onalarni asabiylashtirmang, emiziklik onalar bilan urushmang va ularning kayfiyatiga ta'sir o'tkazadigan ishlarni qilmang. Sababi emiziklik onani sutiga undagi gormonlar o'tadi. Bilasizmi, mana shunaqa narsa bor. Ya'ni emiziklik ona yig'lasa, asabiylashsa, siqilsa, bu narsalar chaqalog'iga o'tadi. Chaqaloq ham siqilib qoladi, asabiy bo'lib qoladi, yig'loqi bo'lib qoladi. Va buni biz nima deymiz? O'zimiz oddiy tilda aytganda, ona va bola o'rtasidagi mana shunaqa mehrda mana bola sezyapti deysiz. Ha, buni shunaqa tushuntirsa ham bo'ladi, lekin bu meditsinskiy fakt aslida. Sutga onani gormonlari o'tadi va onadagi gormonlar, u stress gormoni bo'lsa, stress gormoni o'tadi. Tasavvur qiling, ona yig'lab bolani emizdi, o'sha hozirgi ishlayotgan gormonlar chaqaloqqa o'tdi va chaqaloq ham yig'laqi bo'lib qoladi. U yig'laydi, u ham yig'laydi, u ham xafa bo'ladi. Ya'ni emiziklik ona xafa bo'lsa, chaqaloq xafa bo'ladi va bu qanaqadir mo'jiza emas, meditsinskiy fakt. O'sha emiziklik ona asabiylashsa, chaqaloq ham asabiy bo'lib qoladi. Bu ham fakt, потому что shu gormonlar o'tyapti. Aynan shuning uchun emiziklik onalarni qancha ehtiyot qilsangiz, chaqaloqchangiz shuncha sog'lom katta bo'ladi.